Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim sog'omam. Sizga yana siz kutgan uchrashuv. Ertaga 29-aprel kuni Moskva vaqti bilan kech soat 20:00 da yana jonli efirda siz bilan diydor ko'rishamiz. Ertangi uchrashuvimizda spikerimiz, qahramonlarimiz bu namanganlik yosh er-xotinlarimiz. Hozirda ikkinchi marta Sadaf kompaniyasi tomonidan ishlarni olib, chiroyli faoliyat ko'rsatib borishyaptilar. Mana shu vaqtgacha qanaqa qiyinchiliklar o'tkazishdi, qanaqa sinovlar bo'ldi boshlarida, hozirda qanaqa natijalarga erishganlari haqida o'zlari bemalol batafsil gapirib berishadilar. O'tkazib bormang, chunki bu siz uchun ham albatta qiziq bo'ladi. Assalomu alaykum. Sayyora Sadaf kompaniyasi orqali mana ishga kirganmiz. Ishga kirganimizga 3 oy bo'ldi. Lekin anchadan beri ishlayotgandaymiz, rosa ham ko'nikib qolganmiz. Hammasi joyida, xazayinlarimiz yaxshi, Allohga shukr. Mana bu yoq bizni kuxniyamiz. Mana sharoitlarimizni ko'rsatib o'taman. Mana Allohga shukr, hamma narsalarimiz bor, kamchiliklar yo'q. Chiroyli ishlab turibmiz, xazayinlarimizning muomalasi yaxshi. Bu Sadaf kompaniyasidan olgan ikkinchi ishimiz. 2 yildan beri Sayyora bilan ishlaymiz. Avval Moskvada ishlagandik, avval ham video qilganmiz. Undan keyin uyga borib, dam olib, kelib, mana bu yoqdan Kalugadan ish oldik. Allohga shukr, Sayyoraga aytsak 2 kunda ish topib berdilar. Yaxshi joydan. Mana bu yoq spaniyamiz. Mana sharoitlarimiz yaxshi. Mana bu yoq dushoboylarimiz. Haftada 2 kunga domlarni tozalayman. Ishim bunaqa og'ir emas. Xona soni ham kam, bu yoq xazayinlarimizning uyi. Hovli juda ham katta, 3,5 gektar, oshiq pashti 4 gektar bo'lsa kerak. Asosan agorodga, bularga qarashaman xo'jayinimlarga. Mevali daraxtlarimiz ko'p, bog', har xil mevalar ekilgan. Ularga qaraymiz, unaqa og'ir emas ishlarimiz. Mana Sayyora o'zlari biladi, doim ko'maklashib turadilar. Biror bir narsani tushunmasak, bir nimani bilmasak, mana Sadaf oilamizdan so'raymiz. Hammalari bilganlaricha bizga o'rgatadilar. Mana 3 ta mushugimiz bor, bu bittasi. Hammalari bilganlarini o'rgatishadi, qo'llab-quvvatlashadi. Nafaqat bizda, balki yangi kirgan, yangi ishchilarga tavsiyalar berishadi. Sayyora ish topib berib bo'ldi, shu bilan jim bo'lib ketmaydilar, Allohga shukr. Qachon ishimiz tushsa, erinmasdan hamma narsani tushuntirib, bosiqlik bilan o'rgatib, harakat qilib, har taraflama qo'llab-quvvatlaydilar. Jonlari sog' bo'lsin, musofirlarga shuncha yordam berayaptilar. Allohga shukr. Mana hovlimiz juda ham chiroyli. Mana kavlatib, endi mana bu yil yozdan katta basseyn qurishdi, mo'ljallayotgandi xazayinimiz. Musofirda yurganlarga shuni aytamanki, ishga qiynalsalaring, aqa-baqa yugurmay, Sadaf kompaniyasiga murojaat qilib, mana shunaqa chiroyli dachalardan ish topishlaringni, oilalaring bilan ishlashlaring ham mumkin. Chiroyli ishlab, o'zlaringni o'nglab olishlaringni istaymiz. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.